Assalomu alaykum, xayrli kun bo'lsa hammaga. Yetkazgan kunlariga shukr, bizlarga shetlardan rizq berganingga shukr. Alhamdulillah, yaratgan egam. Karaming keng, hammaga rizq bergan Allohim. Muhammad qavrini xayoli oqtaryapti. Kemi qilib oqtaryapti. Chumolilarni oqtaryapti. Uxlayaptimi? Chumolilar qilyapti. Chumolilar qanikin uxlashyaptimikin qishda? Ularga uxlashgani kirib ketdimikin? Ha. Kemikal. Ilova qil, pituk deyapti. Men mamma beraman degan. Men nanna chuka qilaman qilgan. Ilova hiba. Men nanna chuka qilaman qilgan. Chaqiryapti. Chumolilar chaqiryapti, Nabilar chaqiryapti meni o'g'lim. Ilova hiba. Immunitet hosil qilyapti meni o'g'lim, sumkasini osib bog'cha ustozining mashinasi bilan kelishiga immunitet hosil qilib tayyor turish kerak. Bilan 10 minut oldin yelkasiga sumkasi osilib tayyor bo'lib mashinani kutish kerak. Oqtaryapti meni o'g'lim. Chumolilar nima yeyaptikin, arilar nima yeyaptikin, kaparilar nima yeyaptikin qilib shunga xavotir bo'lishni o'rgatganman. Nunalar ana. Chaba qilishyapti. Nunalar chaba yeysiz. Hay qilishyaptimi? Ana chadinchalar ketyapti, akalari ham ketyapti. Ana katta yo'lni bo'yi, uylarini oldi. Katta yo'l bo'yi bor meni o'g'limda. Qor o'g'lim. Yer yuzida tinchlik o'rnatishga sabab bo'luvchi meni o'g'lim. Kechani, nimaga bay qilaylik? Pingiga samolyotga. Chadinchalar. Pingi bay hebatyana. Bay pingi. Aygo ana. Aeroport ham yaqin. Samolyot ham ko'p chatishni nasib qildi bizga. Yaqindan. Ana. Bay heba yaxshi yetib olsin samolyotdagilar ham. Esalomon makonlariga, joylariga esalomon yetib olsin. Alloh o'zini himoyasiga olsin. Olib yursin hamisha osmonda uchuvchi temir uchar mashinalarimizni ham ilohim. Ana Koreyada mashinalar parkovkasidan chiqib ketyapti. Yer osti parkovkasi 2 etajlik. Ram sharoitlari hammasi o'ziga yarasha.